Ma'lumki, har bir sohaning barqaror rivojlanishida xorijiy tajriba juda muhim, jumladan oliy ta'lim tizimida ham. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari qatorida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ham bugungi kunda yetakchi xorijiy universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarni keng joriy qilinish, ilmiy pedagogik faoliyatga chet el oliygohlaridan yuqori malakali o'qituvchi va olimlarni jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, universitetga so'nggi 2 yil davomida kasbiy pedagogik mahoratga ega bo'lgan hamda sport sohasida yuqori natijalarni qayd etgan malakali amaliy ish tajribasiga ega xalqaro toifadagi sport ustalari va trenerlarni ta'lim jarayoniga keng jalb etilgan. Hozirda universitetda xorijdan jalb qilingan mutaxassislar 7 nafarni tashkil etib, ular tegishli sport turlari bo'yicha ixtisoslik kafedralariga biriktirilgan. Jumladan Germaniyaning Köln sport universiteti professorlari, biologiya fanlari doktori professor Georgiy Karabenikov hamda Leysa Karabenikovalar o'z faoliyatini boshlashdi. Ularga universitet hamda Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlari institutining bir guruh izlanuvchilari biriktirildi. Ayni vaqtda xorijlik mutaxassislar talabalarga erkin kurash sport turlari, shuningdek sport psixologiyasi, sportda psixotexnologiyalar, sport psixologiyasining ilmiy tadqiqot metodlari hamda sportchilarni psixologik tayyorlash kabi fanlardan o'z ma'ruza mashg'ulotlarini olib bormoqdalar. Shuningdek, sport psixologiyasi bo'yicha bosh qirg'izistonlik Ulyayeva Lira Gayezovna ham talabalarga o'z saboqlarini berib kelmoqda. Undan tashqari, oliygohning taekvondo qilichbozlik nazariyati va uslubiyati kafedrasida ham janubiy koreyalik mutaxassis, pedagogika fanlari doktori, professor, Butunjahon taekvondo akademiyasi Kukuen a'zosi, xalqaro toifadagi murabbiy, 8-dan qora belbog' sohibi Bekmunjon talaba yoshlarga taekvondo sport turidan, kubalik tajribali mutaxassis Li Achavari Huli boks sport turidan, serbiyalik murabbiy Moro Branislav esa voleybol sport turidan, shuningdek xalqaro toifadagi hakam Kim Irjon kurash bo'yicha o'z sir asrlarini o'rgatib kelmoqda. Spasiba rektoru. Meni universitetga taklif etishgani uchun oliygoh rahbariyatiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bizning asosiy maqsadimiz 19 yoshgacha bo'lgan sportchilardan jahon chempionatida munosib ishtirok etadigan jamoani shakllantirish. Dunyo birinchiligida eng kuchli terma jamoalar ishtirok etadi. Bu o'zbekistonlik voleybolchilar uchun yaxshi tajriba bo'ladi. Hozir biz bu yoshlar bilan tayyorgarlikni kuchaytirdik. Ular bilan xalqaro musobaqalarda qatnashish orqali jahon chempionatiga hozirlik ko'ramiz. E'tiborlisi, universitet professor o'qituvchilari hamda talabalarning xorijiy tillarni egallashlariga ham alohida e'tibor qaratilib, bir qator til kurslari tashkil etilgan. Xususan, 2024-yilning noyabr oyidan Turkiya Respublikasidan tashrif buyurgan tajribali mutaxassis Dr. Hasan Kaya ishtirokida boshlangan bepul turk tili kursi bugungi kunda o'z natijalarini berib, talabalar va o'qituvchilar tomonidan turk tili bo'yicha sertifikatlar qo'lga kiritildi. Merhabalar, adım Hasan Kaya. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışırken Kasım 2024'te Özbekistan'a geldim. Çirçik Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi'nde Kasım ayından itibaren Türkçe kurslarını başlattım. Başlangıçtan bugüne sayısı zamanla değişmekle birlikte 50 civarında öğrenciye 3 grup halinde haftada 4 gün pazartesiden perşembeye Türkçe dersleri veriyoruz. Burada hemen hemen bütün öğrencilerin başlangıç seviyesinde, A1 seviyesinde kursumuzu başlattık ve hali hazırda da devam ettiriyoruz. Undan tashqari ushbu yo'nalishda islohotlar jadal sur'atlarda davom ettirilib, 2025-yilda oliygohga xorijdan 29 nafar mutaxassislarni jalb etish ko'zda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti xalqaro tajribalar asosida sohada malakali kadrlar tayyorlash, ularni zamon talablariga moslashtirish orqali yurtimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini yuksaltirish hamda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun oliy maqsad sari intilmoqda.